Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 26-iyul biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Hop, bugunga 7-8 ta xunojin keldi. 7 ishtilarini hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzil lokatsiyalarini tashlab beramiz. Somon tertiyapti bular hammasi. Xudo xolosa 7 ishtilarda kamchiliklari yo'q. Hamma yo'g'i joyida. Narxlarni ham xudo xolosa qo'ldan kelgancha yengil qilib berishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, orqa tomondan ko'rinishi. O'tgan safar qilingan mollarning o'shida ikkitasi qoldi, qolgan hammasi sotilib ketdi, Allohga shukr. Bular yangi partiya. Shvetidan, Zorodan baqaman deydi odam bo'lsa, mana shu mol tavsiya qilamiz. Vahima mana bu ikkalasi. 7 ishtilari ham zo'r edi. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda doim eslatib o'tamiz. Sababi narxlarni ilojini boricha yengil qilib berishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda qilib beryapmiz. Qilib bermaymiz, qilib beramiz, faqat kelishilgan hollarda. Shuning uchun yaqinroqda bo'lsangiz, imkoniyatingiz bo'lsa, tepasiga kelib savdolashsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki telefonda sal kattaroq ko'rinishi mumkin. Kamchiliklari yo'q, kuragi bor variantida mana shuni qiziqqanlarga telefon qilsalaring narxini aytamiz. Bizda onlayn savdosi yo'q, tepasiga kelib olsalaring 10.600.000 ga qilib beramiz. Sababi yoshi kattaroq, lekin 7 ishtida kamchiligi yo'q, zo'r. Xudo xolosa 10.600.000 ga tepasiga kelib savdolashib, olib ketaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Qolganlarniki bor. Onlayn savdolari bor. 11 million bo'lsa, mana busini ham qilib beraveramiz. Bo'ylari 1 metrdan oshiq, 7 ishtilari zo'r. Somon terib, mana yeyishini ko'ryapsizlar. Arqoldi kelishgan. Kamchiliklari yo'q. 12.200.000 so'mdan uchalasini bir joyga olamiz degan odam bo'lsa, mana shu uchalasini tavsiya qilamiz. Bo'ylari 1 metrdan oshiq, 1.5, 1 plyusga olaverasizlar. 12.200.000 so'mdan dastlabki xizmatlar bilan qilib beramiz. Kimga shunaqa mollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana busini ham orqasi kelishgan desa, qonni gun bo'lib ketibdi janavar yeganli zo'rligidan. Ikkita kichikrog'i bor, hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular ham zo'r. Mana busini bo'yi 85 plyus, 85 cm ga olaverasizlar. Somon terib shundaqa yerkan, 7 ishtilari zo'r. Ayiq polvon sortidan 8.800.000 so'm bo'lsa, dastlabki xizmatlar bilan qilib beraveramiz. Polvonligini qana molni. 9.600.000 so'm mana bu shvetimiz, 95 bir chiqadi, 95 cm ga olaverasizlar. Buni ham 7 ishtilari zo'r, toza variantidan. Kimga mana shunaqa buzoq xunojin kerak bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Xudo xolosa videolarimiz keng tarqalishiga hissalarim qo'shilib turadi.
Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib etsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringga omad tilab qolamiz.